Yupiter. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Farg'ona shahri markazidamiz. Biz hozir havaskor astronom Orifjon aka Shermatov bilan osmon jismlarini kuzatish jarayonidamiz. Ushbu teleskop bilan osmon jismlarini kuzatishga chiqdik. Orifjon aka, bu teleskop bilan nimalarni ko'rsa bo'ladi, nimalarni kuzatish mumkin? O'zi aslida juda ham ko'p osmon jismlarini ko'rish mumkin, lekin shahar sharoitidan turib sayyoralardan Yupiter sayyorasini, Saturn sayyorasini kuzatish mumkin. Ularni yo'ldoshlarini, oyni albatta juda ham katta ko'riladi, kraterlari ko'rinadi. Al-Farg'oniy deb nomlangan krater ham bor, deyarli oyni markazida. Shu ham yaqqol ko'rinadi. Diametri 20 kilometr bo'lgan Al-Farg'oniy krateri. Bundan tashqari yana quyoshni ham kuzatish mumkin. Faqat quyoshni maxsus filtr orqali kuzatish mumkin. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Agar kimda-kim ushbu havaskor astronomimizga savollar bo'lsa, bemalol kommentlarda yozishlaring mumkin. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Aka, nima ko'rdingiz? Hozircha eshitaman.